Radamel Falcao gol mashinasi. Bugun bir futbolchi tarixi mavzusida Radamel Falcao haqida gaplashamiz. To'liq ismi: Radamel Falcao Garcia Zarate, Kolumbiya futbolining eng mashhur hujumchilaridan biri. U o'zining kuchli zarbalari, maydondagi agressivligi va sovuqqonligi sabab Yo'lbars laqabini olgan. Falcao 1986-yil 10-fevral kuni Kolumbiyaning Santa Marta shahrida tug'ilgan. Futbolga bo'lgan qiziqishi bolaligidan boshlangan. Uning otasi ham professional futbolchi bo'lgan va aynan shu sabab Falcao juda erta yoshdan futbol maktabiga boradi. Falcao professional faoliyatini Argentinaning River Plate klubida boshlaydi. Aynan shu jamoada u o'zini kuchli hujumchi sifatida ko'rsatadi va ko'plab gollar urib, Yevropa klublari e'tiboriga tushadi. Keyinchalik u Portugaliyaning Porto klubiga o'tadi. Porto safida Falcao haqiqiy yulduzga aylanadi. U Yevropa ligasida ketma-ket gollar urib, turnir tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchilardan biriga aylanadi. Falcao faoliyatidagi eng yorqin davr Ispaniyaning Atletico Madrid klubida bo'ladi. Bu yerda u jamoaning asosiy hujumchisi bo'lib, Real Madrid va Barselona kabi gigantlarga qarshi muhim gollar uradi. Atletico safida Falcao Yevropa ligasini yutadi va finalda ham gol urib, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'ladi. Keyinchalik Falcao Fransiyaning Monaco klubiga o'tadi. U yerda ham bir necha mavsum yaxshi o'yin ko'rsatadi, ammo og'ir jarohatlar uning faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. So'ng u Angliyaga yo'l oladi va Manchester United hamda Chelsea klublarida to'p suradi. Afsuski, jarohatlar sabab u bu jamoalarda o'zining eng yuqori darajasini ko'rsata olmaydi. Radamel Falcao Kolumbiya terma jamoasi tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. U jahon chempionatlari va Amerika kubogi musobaqalarida Kolumbiya sharafini himoya qilgan. U nafaqat gol uruvchi, balki jamoa sardori va yetakchisi sifatida ham tanilgan. Radamel Falcao o'z davrining eng kuchli markaziy hujumchilaridan biri. Jarohatlar bo'lmaganida u Messi va Ronaldo bilan bir qatorda oltin to'p uchun kurashgan futbolchilardan bo'lishi mumkin edi. Bugun ham u futbol tarixida El Tigre nomi bilan eslanadi, jarima maydonidagi haqiqiy yirtqich. Radamel Falcao faoliyati davomida rasmiy uchrashuvlarda 400 dan ortiq gol urgan hujumchilardan biri hisoblanadi. U o'ynagan deyarli har bir klubida asosiy to'purar bo'lgan. U River Plate safida jami 45 ga yaqin gol muallifi bo'lgan. Aynan shu klubda u Janubiy Amerikadagi eng xavfli hujumchilardan biri sifatida tanila boshlagan. Porto klubida Falcao haqiqiy gol mashinasiga aylandi. U Portugaliya jamoasi safida 90 dan ortiq gol urdi va Yevropa ligasining bir mavsumida 17 gol urib, turnir rekordini o'rnatdi. Atletico Madrid safida esa u yana 100 ga yaqin gol muallifiga aylandi. Eng esda qolarli lahzalardan biri Yevropa ligasi finalida 2 gol urib, jamoasiga chempionlik olib bergani bo'lgan. Monaco klubida ham Falcao 60 ga yaqin gol urdi va Fransiya chempionatida mavsum to'purari bo'lishga juda yaqin kelgan. Kolumbiya milliy jamoasida esa Falcao tarixiy natijaga erishgan. U terma jamoa safida 40 dan ortiq gol urib, Kolumbiya tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchiga aylangan. Radamel Falcao gol mashinasi Yashil maydon kanali, bir futbolchi tarixi, birinchi son. E'tiboringiz uchun rahmat.